xomtok qilish jarayonini ko'rsatyaptilar. F1 bog'. Xudo xolasa shu ananas sovudan keyin yana qayta chiqqan shu F1 bog'lar Toshkentda Zangitada mana. Tuplari mana shunaqa, ingichka. Shularga endi xomtok qilib F1 mana shuni qo'ydilar. Xudo xolasa bugun 25-may a? Xudo xolasa mana. 25-may. Mana Bu holatda mana bir nomiga olinadi baylari. Juda ko'p ham olinmaydi. ko'p ochib olsa ham bo'lmaydi buni. Nomiga olinadi. Katta baylarni iloji boricha uzumga teganini olib qo'yiladi atrofini. Keyin yaxshi bo'lib, o'zi qorong'ida pishib, damda pishadigan uzum doni katta ketadi. Olib bo'lsa mayda olib qo'yiladi. Optoga chiqarmaymiz iloji boricha. Orqasidan ham bitta shox kalta qo'yib qo'yilaveradi ehtiyot. Mana hammaga uzumlarni sekin Tushiriladi, tushirib qo'yiladi chiroyli qilib. Necha katta bo'lgandan keyin bu tushmaydi. Sinib tushadi. Hozir ikkinchi xomtayda shu asosiy o'zini tushirib ketiladi. Qiladigan tushirib, baylab, kaltalarda shamolda aylanmasligiga boylik qilib Boylab qo'yiladi. Boylab qo'yiladi. Sarqatib kaltalarda. Bu endi kelajakda ko'mishga osonroq bo'lish uchun yana bitta shox ham tashlab ketilyapti mana. Baylab ketilaveradi ehtiyot. Teydan chiqqan o'sha F1larni. Bu yerda Toshkentda shunaqa tajriba ham bor. Ko'mmasa bo'lmaydi qishda. Bilekdan qalin bo'lib ketsa ko'mish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ehtiyotga nima qilib ketilaveradi. Ko'mganda sinib mahv bo'lsa, tegidan yana yangi shoxi tarbiya qo'yilaveradi. Mevasiz ortiq nimalar olib tashlaveradi. Mana osilib qo'yganlarni chiroyli qilib ilib qo'yiladi. Boylaganda bunaqa siqib boylab qo'yilmaydi. 1 santimetr orasida kichkina chimchalar kiradigan joy qoladi. Taxminan. Bu semiradi hali. Shuni hisobini olib qilinadi. Mevasi yo'q, mana ortcha shoxlar olib tashladi, bir-biriga kirib ketgan. Bitta tepasiga shox kalta qo'yib qo'ydi va. Bo'ldi mana rahmat.
ehtiyot qilib, rioya qilib mana olaverasizlar.